Dunyodagi eng xavfli va taqiqlangan o'yinlar. O'yinlarni o'ynashingizni tavsiya qilmayman. Lekin bugun men sizga mana shu haqida aytib bermoqchiman. Xullas, birinchisi bu Ouija o'yini. 1890-yilda paydo bo'lgan bu spiritizm doskasida harflar va raqamlar bo'ladi. Ishtirokchilar maxsus planshetkaga o'xshagan narsaga barmoqlarini qo'yib savol berishadi. Nimadir savol berishadi va o'sha narsa o'zi qimirlab javob beradi. Ya'ni shunchaki savol bermaydi, u ruhlarni chaqirib, o'sha ruhlardan so'rab, o'sha ruhlar mana shunaqa qo'lini qimirlatishadi. Ko'pchilik buni hazil deb o'ylaydi, lekin Ispaniyada bir voqea sodir bo'lgan. Estefania Gutierrez Lassoro degan qiz, mana shu qiz bu o'yinni maktabda o'ynab, keyin uyga keladi va unda qandaydir paranormal narsalar, gallyutsinatsiyalar paydo bo'lishni boshlaydi. Uyqusi g'alati bo'lib qoladi, ko'zini oldida bir g'alati narsalar ko'rinishni boshlaydi. Keyin bu qiz vafot etadi. Eng qizig'i, mana shu qiz o'lgandan keyin ham uyida paranormal narsalar davom etadi. Buni hattoki rasmiy ravishda politsiyadagilar ham tasdiqlashgan. Ya'ni hujjatlariga bu narsalar paranormal narsalar deb yozishgan. Bu Ispaniya tarixida politsiya tomonidan rasman tasdiqlangan mistik voqeadir. Agar sizga mana shu o'yinlar qiziq bo'lsa, izohlarda ikkinchi qism deb yozib qoldiring va men boshqa o'yinlarni sizga aytib beraman.